Boş. Nefesini çıkar. Boş. Oye. Yattın yattın. Dur bakayım. Sekin çıkar. Yana. Ay 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 ay. Bahçat aka, mana bugun 7-kuningiz. Manual terapiya, parafin, fizlecheniya va boshqa lecheniyalar oldingiz. Kelgan holatingiz qanaqa edi? Kelgan holatimda travmalar bor edi, qo'llarda, oyoqlarda travmalar bor edi. 7 kunlik lechina oldik, xudo xolasa, hammasi joyiga tushdi. Hammasi joyida, sharoitlari yaxshi. Necha foizga yaxshi bo'ldingiz? Davo topdingiz. 90%, 95%. 7 kun ichida 90%, 95% yaxshi tomonga o'zgarish bor. o'zgarish bo'ldi. Boyaga manual terapiyagacha nafas olishlar, qo'llar, tirsaklar oxirigacha egilmasligi sizda nafas olishda qisilish o'pkada bor edi. Bugun 3 yo 4 manual terapiyani olyapsiz, to'g'rimi? Shunday. Bugungidan keyingi holatlaringiz, bugungacha bo'lgan holatlaringiz qanaqa bo'ldi? Yo, hammasi chiqib yaxshi. Qo'llar Oxirigacha boryapti. oxirigacha nafas olishim yaxshi bo'ldi. Belda og'riqlar bor edi, hammasi ketdi. Hammasi ketdi. Boshqa palvon tanishlarga hammaga tavsiya qilamiz. Qiziltepa sanatoriyasiga kelib davolanishni, travmalardan, hamma narsadan shu xolis bo'lasizlar. Bu videoni sizda grija, skolyoz, osteoxondroz, artroz, ko'ksartro bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.